Dünyanın her qaysı yerlerinde yaşayotgan barlıq Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun Şərq Türkistan Cumhuriyeti qurulganligining 79 va 90-yillik xotira kuni. Issiq qonlarini to'kib, aziz tuproqlarimizni bizga vatan qilib, oy yulduzliq ko'k bayrog'imizni samolarda lapildatgan qahramon ajdodlarimizni, shehidlarimizni hurmat, rahmat va yana tortqizib qo'ygan vatanimizni ozod qilib, Cumhuriyetimizni qaytadan asliga keltirishdek va'dalarimiz bilan cho'nqur sig'inish ichida aslaymiz. Janobi Allohdan ularning makonining jannatda bo'lishini, biznimi vatan mustaqilligi uchun kurash qilib, qaytadan 3-qatimliq Cumhuriyetimizni qurib, mustaqil Cumhuriyetimizning abadal abad gullab yashnashini talab qilib duo qilamiz. 1933-yili 11-oyning 12 kuni Şərq Türkistan İslam Cumhuriyetining qurilganligi ve yana 1944-yili 11-oyning 12 kuni asliga kelgan Şərq Türkistan Cumhuriyeti Şərq Türkistan mustaqillik harakatining qonunliq va haqqoniyligini isbotlaydigan bir paket. 1944-yili 11-oyning 12 kuni qurilgan Şərq Türkistan Cumhuriyetidan aloqador bo'lgan tajovuzchi Sovet ittifoqi To'ymas Stalin o'z tabiati bilan xarakterlangan tajovuzchi ishg'olchi Xitoy Kompartiyasiga yordam qilib, zaharlik jangini texmo uzoqlarga so'zib, mustaqil Şərq Türkistonni tajovuzchi Xitoy Kompartiyasiga tutqizdi. 1984-yildan boshlab o'rlikini Xitoy tajovuzchilarining o'xshamagan kuchlarining tajovuzchilik ostida yo'qotishga boshlagan Şərq Türkistondagi turk xalqi oson qo'lga kelmagan mustaqillikni yana bir qatim yo'qotdi. Shundan boshlab Xitoy tajovuzchilari Şərq Türkistonda mustamlika, ishg'ol va osmolasiya siyosatini yurgizdi. Yaqinqi yillardan buyon irqiy qirg'inchilik, mustamlikani avjiga chiqardi. Ammo Şərq Türkiston xalqining o'rlikka bo'lgan talpinishini, Şərq Türkistanning mustaqilligini qaytadan qo'lga keltirishdagi kurash qilish irodasini yo'qotolmadi va mangu yo'qotolmaydi. Şərq Türkistan bir kuni mustaqillikqa qaytadan erishib, dunyo madaniyatiga tuhfa qo'shgan turk madaniyati qaytadan gullanib, insoniyat olamiga o'chmas tuhfalarni qatadi. Şərq Türkistan Xitoy tajovuzchilari aytgandek, Xitoy tajovuzchilarining ayrilmas bir tarkibiy qismi emas. Şərq Türkistan Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan mustaqil bir davlat. Şərq Türkistan masalasi Xitoy tajovuzchilarining aytganidek, Xitoyning ichki masalasi bo'lmasdan, balki xalqaroliq masaladir. Xalqaradagi davlatlar dunyoning tinch amonligiga ahamiyat berib, Şərq Türkistan mustaqillik harakatini qo'llab-quvvatlashi, Xitoy tajovuzchilarini Şərq Türkistondan chekindirishi lozim. Yaşasın mustaqil Şərq Türkiston. Endi diqqətinizdə xəbərlərimizdə bolsun. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin 9-cu növbətlik ümumi yığını Amerikanın paytaxtı Washingtonda 10 noyabr günüdən başlap çağırıldı. Yığınğa Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin məsulları, parlament əzaları, cəza lagerləri şahidləri, Amerikalıq mutaxəssislər qatnaşdı. Yığın ən aldı bilən yığın riyasətçisi Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin quruluş tarixi, jarayonlari və məqsədini anlatqandan keyin Şərq Türkistan Milli Marşı bilan başlandı. Ondan Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin muavin cumhur rəisi Abdullah Nur əfəndim mühim söz qılıb, ən aldı bilən aləmlərinin yaratqucusu Allahqa həmd sana aytdı. Aləmlərinin egisi Allahның barlıq sirlərini biladiganlığını, insanlarni yaratish hikmati, bandalarni bir-birining davlatlarini e'tirof qilishni, hamkorlik munosabatida bo'lishni buyurganligini, Xitoyning Allohning buyrug'iga xiloflik qilib, Şərq Türkistonni 1949-yili ishg'ol qilib olib, ishg'ol qilinganligini ifodalaydigan Şinjan degan nom bilan atab, Şərq Türkistonda etnik ayrimchilik qilmishlarini sodir qilganligini, bugungi kunda millionlagan Şərq Türkiston xalqini jazo lagerlari, turma, organ yig'ib olish, majburiy emgakka selish lagerlariga solib olib, bosqinchilik qilish, tug'mas qilib etish, organlarini sug'urib olib, o'ltirishdek chekidan oshgan usullar bilan zulm qilayotganligini, lagerlarning sirtida hatto oilalardami zulm qilayotganligini, 1,5 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalarining ota-onasidan ayirib etilib, Xitoyning yatoqliq maktablari va darultamlariga solinib, mingisining yo'yilib, kimliklaridan ayirib etilib, Xitoy qilib yetishtirilotganligini, millionlagan gunohsiz buvoqlarning Xitoy tajovuzchilari tarafidan onaning qo'sqidan tushirib etilganligini, 500 mingdan ortiq ayolning tug'mas qilib etilganligini, mustamlikchi Xitoylar bilan majburiy to'y qildirilib, etnik yo'qotishning qurboniga aylanganligini, xalqimizning uylari, ibodat so'rinlari, hatto qabristonliklarini xalqimizning mavjudligining isbotini yo'qotish maqsadida chaqib tashlanganligini, Xitoyning bu qilmishlarining sababining Xitoy tajovuzchilarining vatanimizni ishg'ol qilib olganligi, Şərq Türkistanның 1949-yili mustaqilligini yo'qotganligi,
Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining Sharq Turkiston davlatining egalari ekanligi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining maqsadi Sharq Turkiston davlatining mustaqilligini asliga keltirish bo'lib, Sharq Turkiston mustaqillikka erishmaguncha Sharq Turkiston xalqining mavjudligi, odatdagi kishilik huquq va erkinligi, shundaqla diniy e'tiqod erkinligining bo'lmaydiganligi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining oldingi asrda Sharq Turkiston Cumhuriyetini e'lon qilgan Sharq Turkiston rahbarlarining izida ketayotganligini, o'xshashi bo'lmagan uzun tarix bo'yicha shakllangan Sharq Turkistonning davlat kimligi, egilik huquqining Xitoy tajovuzchilari tomonidan vayron qilinganligini, Xitoy ishg'oliyati davom qilgan muddat ichida Sharq Turkistonning yot siyosiy territoriya kimlik bilan mavjud bo'ladiganligini, Sharq Turkistonning mustaqilligi asliga kelganda xalqaro qonunlarga rioya qiladiganligini, xalqaro qimmatlarga e'tibor beradiganligini, xalqarodagi har qanday madaniyat va dillarga hurmat qiladiganligi va qo'g'daydiganligini. Shu sababdan xalqarodagi barliq davlat hukumatlaridan, bo'libmi Amerika hukumatidan, xalqaro jamiyatdagi barliq tashkilotlar va ommadan Sharq Turkistonni besib olingan davlat, Sharq Turkiston xalqini asir olingan xalq deb e'tirof qilishini, Sharq Turkistonning mustaqilligi, Sharq Turkiston xalqining hurligi uchun yordam va duo qilishni talab qilganligini aytib, oxirida duo bilan so'zini oxirlashtirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandi muhim so'z qilib, ikki jumhuriyatning e'lon qilinish, vayron bo'lish tarixini, Sharq Turkistonning mustaqilligi va egilik huquqining qandoq qo'ldan ketganligini, Sharq Turkiston xalqining duch kelgan kulturi va mavjudligini yo'qotishi maqsad qilgan turli zulm, irqiy qirg'inchiliklarni, Amerika hukumatining Uyg'ur qonuniga o'xshash ba'zi qonunlarni ma'qullaganligini, Xitoyning vahshiyligini Amerika boshliq g'arbdagi ba'zi davlat va parlamentlarning irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligini, Sharq Turkiston surgundi hukumatining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni maqsad qilgan ko'rishini, Bayden hokimiyatidan Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni ayblishi va oxirlashtirishni talab qiladiganligini, Sharq Turkistonning mustaqilligining ta'xirsizligini, erkin dunyodagi davlatlarning bo'libmi kishilik huquqqa ahamiyat beradigan davlatlarning Sharq Turkistonni besib olingan davlat deb e'tirof qilishini, Sharq Turkistonning mustaqillikni asliga keltirish ko'rishini qo'llab, yordam berishini talab qiladiganligini anglatdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon Yig'ma apandi Sharq Turkiston surgundi hukumatining 4 yildan buyangi qilgan muhim xizmatini va muvaffaqiyatlarini 4 nuqtaga yig'inchoqladi. Biri, Sharq Turkiston surgundi hukumatining o'lmaydiganligini dunyoga eslatib turadigan Sharq Turkiston xabar agentligining qarorlik izchil turda Sharq Turkiston ovozini yangratishi. Ikkinchisi, Xitoy jallotlari ustidan xalqaro sud mahkamasiga arz sunib, dalil isbotlar bilan ta'minlab, dunyoga razil qilishi va jazolanishini talab qilishi. Uchinchisi, hukumat strategiya mutaxassisi doktor Mamtimin A'lo va bosh ministr Salih Xudoyorning qattiq tirishishi natijasida Sharq Turkiston do'stlariga va dunyoga Sharq Turkiston davosining yo'nalishi, maqsadi, Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni aniq anglatgan 70 yildan beri ko'rilib boqmagan va tasavvur qilinmagan Sharq Turkiston davosining nazariy qo'llanmasi, Sharq Turkistonning Aqtoshliq kitobini nashrga tayyorlash. To'rtinchisi, 100 qatimdan ortiq axborot va matbuotlarda Sharq Turkistonning haqiqatlarini, Xitoyning dunyoga qanchalik baloyi ofatlarni elib keladiganligini, Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini asliga keltirish g'oyasini, birla dushman, birla nishonni aniq anglatgan maqolalarni e'lon qilish, axborotlarda so'zlash qatorliq muhim xizmatlarni ishlaganligini anglatdi. Har qaysi qatlamdan kelgan mutaxassislar Sharq Turkiston do'stlari Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan mustamlika va irqiy qirg'inchilik qilmishi, shundaqla boshqa sodir qilayotgan qonunsiz qilmishlarini aybladi. Har qaysi davlatlarning, bo'libmi g'arbdagi demokratik davlatlarning birlikda Xitoyning qilmishlariga qarshi turib, Xitoyning zulmini va qonunsiz qilmishlarini oxirlashtirishi, Sharq Turkistonning mustaqillik kurashini qo'llab, yordam berishi kerakligini, Sharq Turkistonning oxiri mustaqilligiga erishadiganligini aytdi. Lager shahidlaridan Sayragul Savutbay xonim Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishining uzun yillarga tayinadiganligini, uzundan buyon yurgizib kelayotgan planliq to'g'ri siyosatining maqsadining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining nüfus qurilmasini buzg'unchilikqa uchirtib, sonini azaytib, oxiri yo'qotishni maqsad qiladiganligini, 2016 yildan boshlab maktablarda rasmiy turda Xitoy tilida o'qitishni yo'lga qo'yib, Uyg'ur va qozoq tilini amaldan qoldirganligini, til, madaniyat, kultur, diniy e'tiqod qatorliqlarni yo'qotish kuchli harakatini elib borganligini, 2016 yildan boshlab yosh
qeri, o'smir barliq turk xalqlarini umumyuzlik tutqun qilishni boshlaganligini, lagerlardagi dahshatli zulmlarni, Xitoyning avval Sharqi Turkiston xalqini yo'qotib, Sharqi Turkistonni abadil abad o'zining qilib olgandan keyin asta-asta O'rta Osiyo va dunyoning hamma joylariga kengayib, dunyoga hokim bo'lishni maqsad qiladiganligini, Amerika qatorliq dunyodagi davlatlarning chuqur buni to'sishi va oldini olishi kerakligini, dunyoning qayta takrorlanmasin degan va'dasida turishi kerakligini, dunyo tinchligining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish bilan munosabatli ekanligini, dunyodagi davlat, jamiyat va xalqlarning o'rtaq hamkorlashib irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qiladiganligini aytdi. Lager şahidlerinden Tursunay Ziyavuddin xanımı lagerda beşten ötküzgen açık keçirmişlerini, Xitayning dahshatli zulmini anglatish bilan birga Sharq Turkiston xalqining irqiy qirg'inchilikdan qutulishi, mavjudligini saqlash uchun dunyodagi davlatlarning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun yordam qilishini talab qiladiganligini aytdi. Chechen rahbari yig'inga to'rdan qatnashib, muhim so'z qildi. Ya'ni Sharq Turkiston xalqining tortgan azob uqubatlarini anglatib, Xitoyning chekidan oshgan zulmini aybladi va Sharq Turkiston xalqining Xitoyning mustamlikasi va zulmidan qutulishi, mustaqil davlatiga erishish kerakligini anglatdi. Mustaqillik ko'rishiga ko'ngil bo'layotgan, xizmat qilayotgan Sharq Turkiston do'stlari mukofotlandi va ilhomlantirildi. Uningdan boshqa saylam elib berilib, Sharq Turkiston surgundi hukumatining 9-navbatlik rahbarlari, kabinet a'zolari saylandi. Naq maydonga kelolmagan millat vakillari to'rdan ovoz berdi. Natijada doktor Mamtimin A'la Sharq Turkiston surgundi hukumatining jumhur raisi, Sayragul Savitbay muavin jumhur raisi, Abdulahat Nur hukumat bosh ministri, Salih Xudoyar muavin bosh ministr, Tashqi ishlar ministri, Mirqadir Mirzat muavin ministr, Yarmuhammad Paratjon parlament raisi, Abduvali Odam muavin parlament raisi, Abdushukur Samsoq ichki ishlar ministri, Adil Abdumat ma'rif va diniy ishlar ministri, İbrahimcan Emin maliya ministri, Jur'at Ubul uchur aloqa ministri, Gulmaryam To'xtaxun qizi oila, ayollar, yoshlar va kishilik huquq ministri bo'lib saylandi. 20-asr mustamlikchilik harakatiga qarshi inqilobiy harakat va ideya ishlab chiqarish babida timsol bo'lg'uchi nodir shaxslardan biri bo'lgan jamiyatshunos faylasuf Frantis Fanon shundoq yozadi. Sizni mustamlika qilgan yotlarning eng cho'ng jon olg'uch muvaffaqiyati vaqtning o'tishiga erishib, o'zingizga ularning ko'zi bilan qaraydigan bo'lishingizni amalga oshirishdir. Darvaqa 70 yillik asorat tariximizda mustamlika kuchining bizga qarata eng cho'ng g'albalaridan biri bizni o'zimizga xos nazar bilan qarashga jur'at qila olmas, o'zimizga o'zimizning nazari bilan qarashga, tarozilashga, tushunishga moyil bo'lmas, o'zimizda shakllanishga tegishlik ongga, safoga, bilimga ega bo'lishga qiziqmas qilib qo'yish qatorliqlarda o'z ifodasini topgan desak, xatolashmasak kerak. Bu kuch bizni o'zimizdan yiroqlashtirib qolmay, tarixga nafrat bilan muomala qiladigan, mustamlika ostida turibmi bugundan xotirjam, kelajagdan g'am-g'ussasiz o'talaydigan, buguni qo'shnisi ko'z oldida bo'g'izlansa, ertasiga navbatning o'ziga kelish ehtimolligini butunlay nazardan saqit qilib turib, oromxuda uxlab, ertini xotirjam tong'atqizish qo'yga tushalaydigan g'afil to'plamga aylantirishda ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirgan desak, asla mubolag'a bo'lmas. Xoinni qahramon, qahramonni xoin ko'rib yetilish, xiyonatkor munofiqlardan obida tiklash qatorliqlarmi mana bu ko'rinarli natijalarning mevalaridan biri. Agar buni bir fojia deb qarasak, qahramonlarning ruhidan fayz ololmas, doyi ajdod mafkurasidan oziqlanolmas, ularning mujodala kurashlarining rolini, qimmatini, ahamiyatini voyaga yetkazib tunolmas bo'lib qolishlar fojialarning fojiasi, mustamlikachilar uchun g'albalarning g'albisidir. Shunimi eskartish hojatki, bir fojianing o'tirg'i chiqishida, agar uning kelib chiqishida tashqi omil tutquliq rol o'ynagan bo'lsa, ushbu fojianing takrorlanishida muhaqqaq ichki omil tutquliq rol o'ynagan. Ichki omil tashqi omildan mutlaq holda cho'ng rol o'tagan bo'ladi. Chunki fojialar aql va idrok ato qilingan inson uchun ibrat va yomon oqibat bo'lish bilan birga savoq va dars chiqarish fursatini birga elib keladi. İbret ve oqibat bexudlik va g'aflatning natijasi bo'lgan vaqtda savoq va ibratlar takrorlanishning oldini olishni, uningdanmi og'ir fojialarning zanjirsimonshining yo'lini to'sishini ko'zlab chilingan signallik, ogohlantiruvchilik rolini o'taydi. Uyg'onish chaqiriqlariga ovoz qo'shish bo'lsa, mana bu signalning ta'sirini qabul qilishning, uning ogohlantirishidan silkinishning,
kelgusi fojialarning oldini olishning, aksicha saboq va ibratlardan dars chiqarib, yaxshi oqibat va yaxshi natijalarni qo'lga keltirishning dastlabki qadamini yaratish uchun amaliy harakatga o'tish va buning uchun hozir va nazir turish bosqichiga qadam bosishdir. Borxon Muhammadning yozmalaridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.